Hammaga salom, birinchilar sizlar bilanman. O'sha Citron bugungi videoda sizlar bilan horror mod o'ynaymiz. Albatta bu yerda verity ham bo'lishi kerak. Va qanaqadir mod qo'shilgan chatda chiquvdi mana prehistoric dweller degan Java modidan kelgan ekan. Unda do'stlar, agar videomiz qiziqarli bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaymiz. Chunki bizga katta motivatsiya bo'ladi. Albatta ovozim yaxshi kelmayotgan bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar video ham sifatsiz bo'lsa uzr so'rayman. Unda men videoni boshladim. Qani let's go. Xo'sh, mana zombi qayerdan keldi? Ama nima qilyapti bu? Ye. Ko'rsatib olamiz. Ye. Zombi kelyapti. Zombi kerak emas bizdan bizni o'ldiradigan yomonroq narsa bor do'stlar. U ham bo'lsa horror modlar. Albatta verity ham bo'lishi kerak deb o'ylaganman. Bedrock verity bor ekan. Balki qo'shilmaydi, bilmadim. Qanday Sardor? Horror mod qo'yish kerak. Albatta verity ham bir pas paydo bo'lmasa kerak Bedrockda. Yana bilmadim men. Xo'sh do'stlar, agarda sizlarga yana shunaqa zo'r modli kerak bo'lsa, yana Telegram kanalimda silkadan topishingiz mumkin video pastdagi yoki kommentariyada. Okey, unda biz ovqatni Xo'p, qishloq topishimiz kerak. Alohida yurib bo'lmaydi, sabab qishloq topsak bizga muammo bo'lmaydi yigitlar bilan. Muammo bo'ladi-yu, lekin unchalik emas-da, qo'rqinchli o'zimiz yasamaymiz. O'zimiz hayot kechirmaymiz degani. Demoqchiman-da. Menimcha yomon qo'rqitsa kerak shu modlar. Men uchun eng qo'rqinchli mod nomini menda Reker o'ynagan o'sha. Mana ekranini chiqarib qo'yaman. Mana shu mod menimcha eng qo'rqinchli mod deb o'ylayman. Sizlarga qaysi mod eng qo'rqinchli esa kommentariy yozib qoldiring. Albatta like bosishni ham unutmang. Unda biz davom etamiz. Okey, bizga topor. Toshga yetmay, yetar ekan. Pechga yetar ekan. Ko'p olmay ko'rdik. O'tvaramiz buni. Kerak emas. Bizga qo'y kerak kravat uxlashimizga. Albatta ular kechasi bo'lsa kerak. Mana meni mod chiquvdi. Hop, qachon keladilar? Birortasi keladimi o'zi? Birortasi keladimi do'stlar? Shiriq ovozda bo'lsa uzr so'rayman. Albatta. Judayam uzr so'rayman. Bir dona ekan qo'yjinimiz, demak, mana bu yerda bir qo'y turgan ekan. Qo'y qani? Mana bu yerga ketib qolgan 100%. Kim olib ketardi qo'yni? Qo'y desam mol chiqadi-ya. Kalbasani bermayapti. Teshato'raga ko'rgandimmi? Qay ketdi ana? Narsalar qo'ydi. Endi yeb ketdimi? Suvga tushdi. Tezroq qayga yasa olishimiz kerak. Qayiq. Qani qayiq? Mana qayiq yasab suzamiz, qayiq yasab ovozini yaxshi kelmayapti videoda. Menimcha montajda qilaman balandroq. Agar shiriq ovozda bo'lsa bilmadim do'stlar. Men uni qanday yo'qotishni bilmayman-da. Qimmatlamasdan video olish kerak ekan-da. Qat'iy Minecraft o'sha videodagi narsani olish kerak ekan. Hozirda yuryapmiz. Ana yerda bor ekan. Maylar hali ko'p chiqadi. Qani deymi? Men qayerimiz tayyor bo'ldim desa,
ovozim sekin gapiryapman. To'g'rimi? Balandroq gapirishga harakat qilaman. Xo'p. O'ldiramiz, o'ldir. Ovozim oldingidan boshqachami? To'g'rimi? Chunki men boshqa odamman, do'stlar, to'g'rimi? Boshqa YouTube berman. Albatta, ajin. Oldimda paydo bo'lib qolgan qiziq. Qanaqasiga oldimda paydo bo'lib qoldi pas. Qo'ra qo'yib olgan. Biz birorta ham daraxt chopmaydigan qiziq. Faqat narsa qildi unga. Qaporliga. Ovqat yog'di degan. Magma ekan, magma blok. Qo'ylar o'lganlar ko'p ekan-ku. Bolasi bor ekan, demaymiz sabab. Jumla ovqat bor. Yetadi yani. Bir shaxs topsa, yana yerda ko'mir bor ekan, ko'rdim. Ko'mirni borib ko'mir olib kelamiz. Hech kim bizga problema tug'dira olmaydi. Agarda problema tug'dirsa, birpasda o'ldirib tashlaymiz. What the fuck? Mana bu yerga qaraydi. Shu bemalol kuchuk ish bu yerda. What the fuck? Agar do'stlar ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa qiziq videoni ko'rib, like bosmaysizlar. Menga like bosinglar, kanalimizga aktiv kerak do'stlarim. Albatta do'stlar, agar men bilan do'st bo'lmoqchi yoki madida mening editim shortsamda chiqmoqchi yoki agar Gangster ittifoqiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, albatta birinchi navbatda like va obuna bo'lishni unutmang. Bizga unchalik ko'p ko'mir kerak emas. O'tta qotdi Minecraft. Hamda chimini. Juda sal tinch Minecraft. Shunisi yomon, do'stlar. Tinch bo'lgan yomon. Tinch bo'lmasa-ku, misol uchun. Birpasda kelsa-ku, mayli. Qo'rqmayman ya. To'g'ri qo'rqmayman. Kelaversin bir gapi. Solish qo'raman. Uy qayda quramiz endi? Mana shu yerda quramiz. Xuddi verti modda tepaga qo'ygandik. So'g'ib. Lekin mob. Ko'rgan bo'lsanglar, o'shaqa realniy Minecraft modda bitta ingliz bloger o'ynagan mob degan. Mana qormi? U qor. Qorda qishloqlar ko'p bo'ladi, qorli biyomda. O'ziga kerak yo'q. Temir topishimiz kerak. Temir. We need iron, bro. Shit tashlash kerak. Bir dona bo'lsa kerak. What the fuck? Bu qana o'tadi? What drop nima bu? O'shqamadi. O'shqamaydi-da bedroqda. Betga. No temir. Qanaqa boshqarish bilmayman, короче. Bo'tga bu tomonga. Beqa deyapman. Mayli. Bo'tib oladi. Kerak bo'lgan bor. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Bu haramı kim edi bu? What the? Niyetim yok. Ulish niyetim yok do'stlar. Ulan. Birinchi kunlar urib bo'lmasa bo'ldi.
Uxlash kerak, Nima qilyapti bu? uxlash kerak. Tezroq. Men buni ko'rmadim lekin. Ana ularni. Nimagadir ko'rinmayapti. Короче, nimaligini bilmadim. Uxlamasligim kerak-da, to'g'rimi? Mayli. Magadir men qo'shgandim o'zidan chiqmadimi, birorta belgiyam bermadi, короче. Belgiyam bermadi. Temir oldiga bir amallab borish kerak edi. Chatga yozib ko'raylik-chi. Hello. Where are you? Please come. I am bored. Javob tashladim endi. Kelib qolsa kerak shuni desam, chunki men zerikib ketdim. Qachon kelasan dedim. Iltimos kel dedim. What the fuck? Sen jinnimisan deyishing mumkin. Okay. Jonam bir sekin to'ladi-da. Bir dona kumurda 6 ta go'sht pishirardim. Olmasam bo'libe. What the fuck? Keladimi-la yo'qmi? Video bir 20 minut bo'lsa kerak deb o'ylayman do'stlar. 20 minut bo'ladi kerak. Insanmi? Qani ular, короче. Bu xatoli modlar. Короче, bilmadim do'stlar. Kemalik ko'rinib ketdi, praktika. What the fuck? Titriyot suvda do'stlar. Hozir eshitdingmi? Titriyot yana. Bitta mana go'sht pishirib tur, mayli bo'ladi. Ayyo. Mana bitta pishirib turibdi. Ayyo. Ham onu yebsan deyapti. Please. Aura ekan bu brechga. Hech aura. Unda ketdik biz yana bitta tapur yasalaylik. Tapur. Temirda yasaymizmi? Yo biz kelib yasamoqchimiz. Temirda. Ketdik. Mana keldik do'stlar. Keldik qani. Avra boy bilmasdan kilometrga 2 donam. Buncha qalamga 2 donam. Atiga. Mayli, okey. Orqa qach. Yürü bir yere yemoqchi edi. Mana shu tepaga chiqmoqchi edi. Nish turish kerak. Jinlik ku. What the fuck? Ana yerda ko'ma bor ekan, boylar nasib bordi, esdan chiqdi, mayli. Misal ko'p. Bitta bir donada nasib bo'lgandiki, mayli edi. Biror joy deyman. Narsa. Halgin agarda biz bunaqa mod o'ynayotgan bo'lsak, bunaqa challenge so'ltin faqatgina bir dunyoda Minecraftning bitta joyda, faqatgina bitta joyda misli bo'lishi mumkin-da. Shunaqa bo'lganda kerak qolardi. Hozir uncha kerak emas shu joyda. Bilmadim yana.
Qanday hop 3 kungacha turalichi yemasa bo'ldi pishdi. To'g'ri spam olishdan deyman. To'g'ri kirmaydim deyman. Yana ham bilmadim. Oppa. Ajoyib manzara. Qorli tomonga ketamiz biz. Qorli muzlab qolmasmikin mana? Suv muztaga tushib ketaman. Shu sababli bu yerdan chiqib ketaman. Tomon. Bu kecha uxlamaymiz do'stlar. Men uxlamayman. Bu kecha. Do'stlar. Balki kuzatayotganini kuzatayapmiz. Chunki biz mana qa. Mana. Nima deysan do'stlar, mana qa muzday tegolmas ekan. Mana bunaqa. Ha, muz urdi. Muz nima qilyapti do'stlar? Blokim ham yo'q. Men blokim ham yo'q. Yo, şartmaz. Muzam asab ketdi. Bitta tog'i ichgan oldiga chiqdimmi men shuncha yo'l. Ha? What the fuck? O'lib qoldim. Nima ham deydi do'stlar? Birinchi qismda video tugadi deymiz. Hozir biz sanab ko'raylik kreativ o'tib. O'zi bular bormi? Qo'shilganmi? O'yinda. Turibdimi? Qani? Mashina chiqadiki, to'g'rimi? Qani? Mana. What the fuck? Nima bu? Har xil turlar bor ekan. Mana verity nima? Ha, faqat men Bu haromni kim edi bu? Men otmoq kerak. Ama nima qilyapti bu? Sarashmi. What the fuck? Nima bu? Sarah! Nima? Sarah deydimi? Momoku. What the fuck? Nima bular? Qayoqqa qoldi? Yürü git hayat. Sarah! Hocam qarab turing. What the kapital. Ichi katta u. Urush ko'ring. Qarab turing. Survivalga ishlab o'taman. Tiga gimana? Sarah, what the fuck? Yok. Kemana? What the fuck? Nima qilyapti bular? Urmayapti. Ukraina bey. Golden. Pişirku. Botlar. Botup. Mana shu yerda do'stlar videoni tugatib olamiz.
Ko'rdinglar moddi qanaqaligini, lekin qanaqadir chiqmadi va men o'lib qoldim. Ko'rdinglar loyga o'shqab. Ko'rdinglar loyga o'shqab, botlarga o'shqab o'lib qoldimmi? Lekin nima bo'lganda ham mana ko'rdinglar moddi. Mana ular qaranglar. Sera. Xo'p, do'stlar, bugungi video shulardan iborat edi. Unda hammaga xayr, sizlar bilan men Citron bo'ldim. Unda hammaga xayr do'stlar. Albatta like va obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga katta motivatsiya.